Madina-i Munawvarani muborak vodiysi bor. Bu haqida eshitganmisiz? Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki: "Sami'tu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam biwadi al-Aqiq yaqul: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة." Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, men muborak mana shu vodiyda turganimda Robbimni huzuridan bir keluvchi keldi. Ya'ni farishta keldi. Menga mana shu ushbu muborak vodiyda 2 rakat namoz o'qib ol dedi va ham umra, ham hajni mana shu joyda niyat qilib ol deb aytdi, deb marhamat qilganlar sallallohu alayhi va sallam. Mashaalloh, tabarakar rahman. Vadi al-Aqiq al-muborak. Mana bu nariyoq tarafga qarab chiqib ketgan vodiy, bir uchi yuqori tarafi. Zulhulayfa mintaqasidan bu vodiy o'tib, to'g'ri mana uzoqdan ko'rinayotgan bo'lsa kerak, Uhud tog'ini g'arbiy tarafiga o'tib ketgan vodiy, muborak vodiy. Vadi al-Aqiq al-muborak.